Assalomu alaykum hurmatli Arzon Chorva kanali obunachilari, hurmatli sigir ishqibozlari. Mana mana ikkovi 20 million so'm bo'ldi. Aka-ukalar bitta shved, bitta messi hozir bo'ldilar. Andijon viloyati Marhamat bozorida video obzorimizni boshlaymiz. 20 million savdosi bo'ldi, baraka berilgan. 20 million so'mga baraka yo'q. Aka-ukalar, bo'g'oz bozoridan obzorimizni boshlaymiz. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa biz obzorni boshladik. Mana. Aka, uni necha pulga bermayapsiz? Necha pulga bermayapsizlar? 17 ga mashhur pul rostdan pul. Ayla aka pul. Onasini esa shu yerga solardim, sog'ib ichgani. Buni ham gapiryapsan. Uni necha pulga bermayapsiz aka? O'zim qo'shma, sotmayman deb. Yo'q, to'g'risi menga berasan deb qo'shyapti. Menga javrab ketadi Ayla aka. To'g'risi. Savdo bo'lyaptimi to'g'ri? Voy ozgina. Necha pul? 17 million so'm savdosi bo'lyapti. Mashinalar aka-ukalar. Berdi-yu, nima arzon bo'ladi? Amatdagi mo'l. Necha pul bo'ldi aka bu? Amatdagi mollarimiz aka-ukalar. Buni necha pulga bermadingiz aka? 34 million savdo qilishyapti ayoli. Necha oylik bo'g'oz bu? 8 oylik. Birinchi sinqiladi. 8,5 yasar. 8 oylik bo'g'oz birinchi sinqib bor ekan aka-ukalar, mana shu molimiz. Andijon Marhamat mol bozorida kuchli narsa ekan. Bilganlar bilyapti. Buni necha pulga bermayapsizlar aka? Necha pulga bermayapsizlar? 25 ga beraman. 25. Necha oylik bu? Shuni bor bir 15-20 kunligi bor. 15-20 kunlik qoldi, 25 ga bermayapti. Mashina. Mol haqiqatda kuchli narsa ekan mana aka-ukalar, 25 million so'mga arziydigan narsa ekan. Shu yelin sopmoq 3-4 kunligi qoldi. Aka, bu necha oylik bo'g'oz? Necha pul ekan do'stim? Necha pulga bermadinglar? 20 million. 20 million so'mga berilmayapti aka-ukalar, mana shu chiroyligimiz. Andijon viloyati Marhamat bozorida. Nechinchi sinf tug'adi aka bu? Shu foqish oxiri shirin chiqadi deyshadi. Yo'q. Savdosi bo'lyapti. Aka xayri bor aka. Mana xursandchiman, men ham Ezilamadim. 20 million pul berib bitta xayri bo'lib uni so'raydigan bo'lsa, u yog'ini men ham boshqa birovdan topishim kerak bo'ladi aka. Menga ham shag'i shirinlik qiladi. gapirtirma, o'zingga gap tilab olasan. Jonim, kel, iltimos. Gapirtirma. Olmasam xursand bo'lasiz. Ya aka, unda gapingizni gapirmay olasiz. Aka, maqsad aqlingizni xursandchilik olmay qo'yamiz. Mana mol aka-ukalar 20 million so'm so'ralyapti. Aka-ukalar navbatdagi mol. Buni necha pulga bermayapsizlar aka? Necha oylik bo'g'oz? 7 oylikdan o'tgan 23 million so'mga bermayapti aka-ukalar. Kesapara mana shu akamiz molini arzon qiladi. Mo'sinichi aka? Yaxshi pul olib bering-chi. 13 million 700 ming so'mga buni bermayapti. Onasi keldi-da. Aka-ukalar Bo'lsa-chi, ko'tida xaridori turib oladi. aka-ukalar Bozor yaqinlik so'rab. mo'ya mana shu akamiz mol. Aka, necha pulga kirdi bu? 16-7 qilyapti. Necha oylik bo'g'oz? 8 oylik. 8 oylik bo'g'oz 16 million 700 ming so'm qilishyapti aka-ukalar, mana shu molimizga. Andijon Marhamat mol bozori. Bu necha pulga kirdi? Necha oylik? 7 oylik bo'g'oz 14 million 500 ming so'mga kirdi, bermayapti. Andijon viloyati Marhamat mol bozori aka-ukalar. Mana shu molimiz. Aka-ukalar Angus kirib qoldi. Bu necha pulga bermadingiz aka? Necha oylik? 7 oylik bo'g'oz 26 million so'mga. Suti ham bor ekan-a? Necha litr? 10 litr suti bor ekan aka-ukalar. Mol ekranga sig'mayapti lekin. Haqiqatda kuchli narsa. Nechinchi sinf tug'adi bu? 3-sinf tug'adi. 7 oylik. 7 oylik bo'g'oz 3-sinfi bor ekan. Suti ham oqib ketyapti aka-ukalar. Yonidan 10 millionga bermadinglar.
10 millionga. Nechisini tug'adi bu? Necha oylik? Sizlarga 3-sini 9 oy. 9 oylik. Yaqin ekan. Bolasi ukalar mana 10 million so'mga berishmadi. Tog'a necha pulga bermayapsiz buni? Necha oylik ekan bu? 6 oy. 6 oylik. 12 million so'mga. 3 kada. Meni qol, betimni bu bittasi ko'rish kerak. Yo'q, akalar, iston barodamiz. Aka necha pulga kirdi bu? Necha oylik bo'g'oz? Pashtet 9-oyga o'tdi. Ha. 17 million beradi. 3-sini tug'adimi aka bu? 2-sini tug'ar ekan, akalar. Pashti 8-9 oylik puliga qolibdi. 8 million so'mga bermayapti akalar. Andijon mahallasi boshliqlari ko'rsatyapti akalar. 17 ga bermayapti akalar, mana shu molimiz. Aka necha pulga bermayapsiz buni? Necha oylik? 5 oylik. 5 oylik bo'g'oz 14 million 200 ming so'mga berilmayapti ekan. Ko'kalar mana shu molimiz. Buni necha pulga bermayapsizlar? Necha pulga berishmayapsizlar? Ko'kalar navbatdagi molimiz. Necha pulga bermayapsiz aka buni? 3 millionga bermayapti. 13 million so'mga. Necha oylik? 7 oy. 7 oylik bo'g'oz. Nechisini tug'adi bu? 2-sini tug'ar ekan. Ko'kalar mana. Ko'kalar navbatdagi. Necha oylik aka bu? 6 oylik. Necha pulga bermayapsizlar? 21 qilishyaptimi hozir? Ko'kalar 21 million so'm savdosi bo'lyapti, berishmayapti ekan. Mas'ul. Nechisini tug'adi bu? 4-sini tug'ar ekan. Ko'kalar mol haqiqatda chiroyli, kuchli narsa ekan. Aka necha pulga bermayapsiz buni? 16 yarim? 10 yarimga. Necha oylik bu? Ha? Yumonlagan ko'kalar mas'ulimiz 10 yarim million so'mga berilmayapti. Ko'kalar 14 yarim million so'm mas'ul savdosi bo'lyapti. Aka buni necha pulga bermadingiz? Savdo qilishyapti-yu. 14,5 million beryapti, tunamayapti. 14 yarim million so'm 14 yarim million so'm savdosi bo'lyapti. Ko'kalar bu navbatdagi mollarimiz. Necha pulga bermaysiz tog'a bularni? Egasi yo'q buni. Bo'ldi akalar. Mana shu molimiz. Egasi esa buni azob qilib ketamiz. Buni necha pulga bermayapti o'zi aka? 17 million 400 ming so'm beryapti. Akalar 8 oylikdan o'tgan bo'g'oz. Mana shu molimiz. Bu mol kimdan ekan bilmaylarmi? Mana shu molni azob. Akalar mana shu molni 30 million iparoqda olinibdi akalar. Bilmadim necha pulga olinganini yo'q, lekin baylab qo'yishdi. Asli hoshiyada turgan mol. Kanal betida turgan mol akalar. Akalar ena bolalarga navbat boshlaymiz. Mana shu molimiz 28 million so'm savdosi bo'lib bermayapti ekan. Mana molimiz bolasi o'naji. Nechta suti bor buni? 15 litr sutga olinaverar ekan. Akalar mana shu molimizga bu akamiz Elyoruzdan chiqqan. Arzonchi qayim akamiz bo'ladi. Akalar molni yomon kuchli. Aka necha pulga bermaylar buni? Bola novvosmi? Bolasi novvos 32 million so'mga. Nechinchisi ham bolasi buni? Nechta litr sut bor ekan? 15 litr sut 32 million so'mga beryapti. Akalar mana shu molimiz. Kuchli bolalar. Siz necha pulga bermaysiz aka? 40 millionga beryapti. Bola o'nasidan ekan, ha? Ya 30 ga bermayapti ekan. Necha litr sut bor buni? 15 litr sut bor ekan. Akalar mana shu molimizni. 4-chi bolasi. Bola o'nasi. Akalar navbatdagi molimiz. Aka necha pulga kirdi bu? Bola novo xunajin ekan, ha? Bolasi xunajin 30 million so'mga beryapti. Necha litr suti bor buni? 12 litr suti bor ekan. Akalar mana shu molimiz. Birinchi bolasi ekan. Jon viloyati marhamat. Bo'l sizga bittalar yozib bergansizlar. Nega bizga javob ekan. Nomer aytib qo'yasizmi aka? 88lik 766 766 6009 aloqa chiqarar ekansizlar. Ko'klar mana shvet paroda molimiz. Mol ko'chat narsa ekan hali. Tog'a bu bo'g'ozmi? Bo'g'ozmi? Necha pulga beryapsiz buni? 19,5 Novvos ekan bolasi. Bolasi bolasi o'nasi. Bolasi o'nasi ekan. Ko'klar 3-chi bolasi ekan mana. Andijon marhamat. Akalar matda yana bitta ushligi bor ekan bolasi.
Monga balaga bo'ldimi? Bu kimdan aka? Mendan. Necha pulga bermaysiz tog'a buni? 28 kam bor, bolasi bor. Necha pulga kirdi? Yo, telefonga chiqar. Aka-ukalar navbatdagisiz. Tog'a necha pulga bermayapsiz buni? 18 million bolasi buni aka. Aka-ukalar mana 18 million so'mga berilmayapti ekan. Andijon viloyati Marhamat bol bozorida bolali sigirlarni aka-ukalar. Suti necha litr buni aka? 12 litr suti bor ekan. 30 millionga 12 litr sut olaman. Katta bo'lgan mashina olsa, mashina sut beradi. Akalar necha pul kirdi bu? Necha pul verdingiz? 20 million so'm beryapti aka-ukalar mashina olimizga. Savdo bo'layotgan berilmayapti ekan. Bola novvosmi? Bolasi novvos ekan. Yelinlarga borib. Aka necha pul bermayapsiz buni? 15 million 200. Bola novvos buni ajin. Bolasi qo'nadi. Suti nechta buni? Suti 6 15 million 200 ga kiribdi bermayapti ekan mana. Ko'chat narsa. Telefonlarimiz 90 680 78. Aloqa chiqarasizlar behisob. 90 million ekan, xatolik o'tib kechirasizlar. Aka-ukalar navbatdagi molimiz. Aka savdo bo'lyapti bunga. Necha pul berishyapti? Bilmadim aka mana. 24 million 100 ming so'm berilyapti ekan mana. Mashina molimiz. Mendan ona arzon qilib o'tishamiz. Mashina molimizga 24 million savdosi bo'lyapti. Aka-ukalar sutga so'ragan var aka. Necha puldan bermaylar aka buni? 12dan berib 12 har xil. 13 million 12 million so'mdan bermabdi aka-ukalar mashina. Necha litrdan suti bor bularni? 10 litrdan sutga berishlar ekan aka-ukalar mana. Monasi birinchi molimiz. Aka-ukalar mashina molimiz. 30 million kam bor. 30 million so'm kami bor ekan aka-ukalar mashina molimiz. Dehqonchilik bolasi mana. Bola o'nachi kuchli paroda ekan aka-ukalar mana. Puli 30 million so'm kami bor ekan. Dehqonchilik ekan. Aka, nomerlarni aytib qo'ysangiz bir qator. 93lik, 93lik 734, 734 94, 94 92. 92 aloqaga chiqarar ekansiz aka-ukalar. Necha litr suti bor buni? 10 ta suti bor, 8 taga olaversin. 8 litr sutga beraman deyapti. Nechinchi bolasi? Birinchi bola. Birinchi bolasi aka-ukalar mana. O'zimiz hali Messi shvedlardan ekan. Bu bola shvedlardan aka-ukalar. Aloqaga chiqarasizlar. Aka-ukalar Andijon viloyati Marhamat bol bozorining kuchligi 30 million so'mga olinibdi mana. Shved paroda. Suti nechta ekan ochmoq buni? 17 ta suti bor ekan aka-ukalar. Suti olib bir paqir to'kilib ketib mashirgan bo'ldi mana. Mashina olamiz. Video yoqayotgan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyaga yo'qmas so'z yozib qoldiringlar. Videomiz tezroqlikka chiqishi uchun xolos aka-ukalar mana. Aka-ukalar endi qisir savdolarga o'tamiz, navbat qisir savdolarga. Tog'a necha pulga bermayapsiz buni? Bular jichasi kam 13 pulga. Necha litr sut beradi bu? 5 litr. 5 litr sut berar ekan, jichak ham 13 berishyapti ekan. Nechinchisi bu? Nechta tuqqan? 3 ta tuqqan ekan aka-ukalar. 3 ta tuqqan mana. 13 jichak ham 13 ga bermayotgan, 5 litr sutga beraver ekan aka-ukalar. Keyingi molimiz mana.